mana bugun bizning ta'lim muassasamizda va Mirobod tuman axborot kutubxona markazida mana shunaqa kitobxonlik tadbiri, kitoblar yarmarkalari tashkil qilinyapti. Bu nima uchun kerak? Biz yoshlarga, ayniqsa mana shu ta'lim muassasasi o'quvchilariga va mahalladagi kitobxonlarga bu aynan kerakli vaqtda o'tkazilyapti. Sababi yoshlarimiz mana ko'rib turibmiz, kitob o'qishga juda ham chanqoq. Yaqinda Respublika ma'naviyat markazi va Toshkent shahar hokimligi bilan hamkorlikda bizning ta'lim muassasamizga 1000 dan ortiq kitoblar hadya etildi va buni o'quvchilarimiz hozirgi kunda sevib o'qishyapti. Muhtaram yurtboshimizning bir gaplari bor. Bugun kitob o'qiyotgan bir yosh 100 dan ortiq televizor ko'rayotgan yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlarga band bo'lib qolgan 100 dan oshiq yoshlarni boshqarish kuchiga ega. Ya'ni kitob bizning eng yaqin do'stimiz va eng kerak bo'lsa adolatli do'stimiz. Misol uchun do'stlar insonni kayfiyatiga qarab, moddiy manfaatdorligiga qarab ba'zi birlari fikrini o'zgartirishi mumkin. Lekin kitob hech qachon bizni fikrimizni doimiy ravishda bizga eng adolatli fikrlarni berib boradi. Bugun kitobxonlik haftaligi juda ham zo'r ketmoqda. Hali bolalarimiz, ya'ni shu 65-maktabning o'quvchilari juda ham kitobxonlikda, tadbirlarda juda ham faol qatnashyapti. Hattoki bizning maktabimizga 12 ta tuman ichida bitta bizning maktabga 1000 ta kitob berildi. Uni hali biz o'qib yetishga ulgurganimiz hali yo'q, lekin ularni ko'proq o'qishga va olishga harakat qilyapmiz. Menga ko'proq hozir ham o'qib o'tirman. Jadidlar adabiyotidan Munavvar qori Abdurashid Xonovning Xitobnoma kitobini o'qib o'tirgandim. Ichida jadidlar haqida berilgan, jadidlarni ota-bobolarimiz, ya'ni biz uchun o'z jonini qurbon qilib, shu SSR paytlarida haqiqatni yuzaga chiqartirishmoqchi bo'lgan paytlarida nohaqlikdan o'lib ketganlar, ya'ni jonini vatan uchun fido qilganlar haqida aytilgan. Albatta bu kitobni o'qishni tavsiya qilardim, chunki juda ham zo'r kitob. O'tmishsiz kelajak bo'lmaydi deyishganidek, avvalambor biz o'zimizni birinchi o'rinda o'tmishimizga nazar solishimiz, o'zimizning tariximizni birinchi bo'lib o'rganishimiz kerak.